Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlarga bir eng kerakli bo'ladigan bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Hozir bitta holatda tan olib aytishimiz kerak aziz vatandoshlar. Shu Rossiya territoriyasida Moskva bo'lsin, Sankt-Peterburg bo'lsin, masalan, mana shu Rossiyaning katta shaharlariga ko'pchilik bizning hamyurtlarimiz bez dokument yillar mobaynida yurishibdi. Baribir qachondir naqshi niyatda misol vatanimizga qaytish niyatimiz bor baribir hammamizda. Shu sababli aziz vatandoshlar, sizlar dokumentlaringiz bo'lmasa, iloji boricha biletni bez bagaj variantga olingizlar. Bez bagaj olingizlar. Agar bagajlaringiz bo'lsa, yuklaringiz ko'p bo'lsa, bu vaziyatda nima qilish kerak? Sizlar misol uchun 2-3 ta sumka qilib yoki o'zingizning tanish taksistlaringiz bo'lsa, nadyor odamlaringiz bo'lsa, ketishingizdan 10 kun, 15 kun oldin harakat qilib, yuklaringizni taxlab, taksi tanishlaringizdan jo'natib yuboringizlar. Aeroportda kirib kelaverishda, ketishda, registratsiya jarayonlaridan o'tishda sizlarga bez bagaj variantida bilet olsangiz juda ham katta rolga ega, juda ham asqotari bu holat. Shuning uchun mana o'zimiz har kunlik aeroportda yurib, ko'rib bilib yuribmiz. Ko'pchilik passajirlar bez bagaj variantga o'tib ketishyapti. Shuning uchun hurmatli aziz vatandoshlar, mana shu holatga ogoh bo'laylik, e'tiborli bo'lingizlar, iltimos sizlardan.